Sardar o'tgan safar qo'ylarni $100 dan ham chiqardi. Bu safar sudaki narx bo'ladi. 500 mingga ham qo'z chiqarib beraman. 500 mingga? Otangga rahmat deb kommentariyaga yozib tursa, 500 mingga ham like bosib turinglar. 500 ming so'mga ham qo'z chiqarib. O, Abdulla aka. Lavz. Yo'q aka, tilga javobmi? Tilga javob 18 dan 500 ming so'mga bitta qo'z qo'shib beraman. Gap yo'q. Hammaga assalomu alaykum. Chorva Abzor kanalining qadrli va ashaddiy obunachilari. Sardorjon o'tgan safar Abdullahatdan qo'y ko'rdik, narx arzon bo'ldi. $100 dan qo'zi chiqdi, olib maza qildik. Bu safar ham yana arzon bo'lsin, olaylik, boqaylik akalarimiz uchun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'ron qishlog'iga Abdullahat akamizni xonadonlariga yetib keldik. Bugungi video syomkamizda 4-5 partiya obunachilar qo'ylar kelgan, inshaalloh chiroyli ma'lumotni olib beramiz. Narxi nech pul, dasturlar qanaqa, yeb ishlari yaxshimi, hamma ma'lumotni xudo xolasa o'zlaridan olib beramiz. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalda mehmonlar bo'lsa, chap taraflaringda podpisatsiya chiqadi, o'ng taraflaringga like tugmachasi chiqadi, bosib qo'yishni esdan chiqarmaymiz. Obunachilar, bugun hafta kuniga payshanba 3-aprel 2025-yil. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Biz boshladik. Abdulla aka, insof bormi sizlarga qo'yib turishadigan sindiryapsiz? Xudo xolasa sindiramiz. Narxni Gap yo'q. Akalar, narxni sindiramiz, xudo xolasa. Narxlar sinadi. Birinchi partiyamizga nechta soni? Birinchi partiyamiz 18 ta. 18 ta. To'qliq o'tib qoladigan qo'zlar. To'qliga o'tayotganlar, ha? Qayerdan keldi, qachon keldi Abdulla aka? Ular kelganiga 3-4 kun bo'lib qoldi. 3 kun, 4 kun bo'ldi. Sinovda o'tgan. Sinovda o'tdi. Xudo xolasa uyaltirmaydi obunachilar, mana qo'zlar ko'ringlar. Charchovlari chiqqan. Qayerga ketdingiz? Qarshiniki. Qarshiniki. Mana Qashqadaryodan keyin obunachilar. Endi yolg'on gapirish kerak yo'q. Ag'dan-bag'dan kelgan, Qirg'izistondan oldinroq o'tgan, Tojikistondan o'tgan, unaqa narsani kerak yo'q akalar. Top yetgan pul oz bo'lsin, lekin halol bo'lsin. Qirg'izni qo'y qiziqqani telefon qilsa, kechki paytga 20 ta qirg'iz partiya keladi. Keladi. Mana akalar. Ikkishlardan keladi. U endi o'sha top yetgan pul oz bo'lsin, halol bo'lsin. O'shani sizlarga. Mana barakali bo'ladi. Akalar, mana xudo xolasa olasizlar, mazaqli boqasizlar, narxini ham qiyishamiz, tortishamiz. Arzon bo'lsa bitta like bosib, kommentariy otingga nima deb qo'ysanglar bo'ldi. Bo'ylarini necha beramiz bo'ylarini? 70 ga olishaveradi. Mana akalar 70 ga olaverasizlar. Xudo xolasa 70 ga berilaveradi. Dasviyasi qayergacha bo'ladi Abdulla aka? Toshkentgacha qilib beramiz. Toshkentcha besplatni. Uzora jo'lya bo'lsa-chi? Kelishamiz, telefon qilishaversin. Kelishaveramiz. Mana akalar hammasi olamansa, Toshkentcha besplat, Samarqandcha besplatni qilaylik aka. Valla 5-ga Samarqandga chiqib beramiz. O'tgan videoda aytdingiz-da, Samarqandcha besplatni dedingiz. Valla Samarqandlik. Chunki bizni Samarqanddan ko'pchilik kuzatadi. Endi gapsiz yo'q. Gap yo'q. Mana akalar Samarqandga xudo xolasa besplatni ketaveradi mana. Lekin oyoq qo'llar uzun, suyakli, olib yemlasa ham arziydi. Ertaga qotma bo'lib, yemlasa ham o'smaydigan qo'ymas akalar. O'sadi, xudo xolasa hali kelajagi bor. Bemalol qo'yga qo'shib yoki go'sht yo'nalishiga yemlasalar bo'laveradi. Nadin ajratsan to'qli qo'chqor deyapti. 10-11 oylik qo'chqor degan. Qarang. Mana. Qo'zi bu. Hali qo'zi. 6 oylik qo'zi. 6 oylik qo'zi akalar. Hammasi birda emas. Vitamin ko'rlari bo'lganmi yo bo'lmaganmi? Bo'lmagan qildirib beraveramiz. Qildirib beramiz, a? Vitamin ko'rlari obunachilar, xudo xolasa kelishib qolinsa, qildirib berilaveradi. 18 dan yetkazib beramiz. 18 dan bitta barakat qolimi 500 ming so'm bitta qo'zi ham qo'shib beramiz. Lavz. 18 dan hammasi bo'lsa 500 mingga qo'zi ham bor. Ha, bir dona qo'zichog'i bor. Shular ichida kelgan bizga. Mana akalar. Nech pulga qilib beramiz? Ularni 3 million 200, 3 million 300 qo'yadi. Yo, bo'ladigan gapni gapiringizda arzon aka. Bunaqa narx yo'q. Bizda 3 million so'mdan qilib beramiz. Ichiga bitta qo'zi. 3 million so'mdan qilib beramiz, 3 million so'mga o'tib beramiz. O'tib beramiz, telefon qilish. Qancha o'tamiz? 100 ming o'tib beramiz. Optimalga 25 ming, 50 ming kamtosi. O'ting yana, o'ting. Qarang. O'ting. Telefon qilganga 500 ming so'mga bitta qo'zi ham qo'shib. 500 mingga qo'zi berasiz. Ha. Video boshida aytdik. Hap chiqib ko'rsatib qo'yamiz. Yo, o'ting boshqatda. Yo, endi o'tsa endi. O'ting, Abdulla aka, uyat bo'ladi aka. 18 dan oxir sardor 28 dan bor. 28 dan berasiz, 500 mingga bitta qo'zi ham berasiz. Qo'zi ham qo'shib beramiz. Gap akalar mana. Hop, endi u qo'zi masalan arzonroq beriladi, 500 ming so'mga bitta qo'zi ham qo'shib beriladi akalar. O'sha video boshida labz qilindi. Hop, qo'shib beriladi. Donaga bo'lsa nech pul, qanaqa? Donaga bo'lsa 3 million so'mdan. 3 million so'mdan. Mana obunachilar. Sardor 10 tani olaman. O'sha 500 ming qo'zi ham qo'shib beraman desa to'g'rimi? Kurupni olaman mana. Kurupni olganga bitta qo'zini, mana shuni. Bu sog'liq-a bu? Ha, sog'liq. 500 ming so'mga qo'shib beramiz. Ketdi mana. Akalar bonus ket. Mana xudo xolasa olasizlar 500 ming so'mga qo'zni ham berishaveradi. Mana doniya bo'lsa 3 million so'mdan, endi plus minusi bo'ladi. Minus bo'lsa pastlaydi, plus bo'lsa qo'shiladi akalar. Plus oldida har doim minus bo'ladi. Bo'ladi. Mana. Lekin tavsiya qilaman, chunki sifati zo'r, suyakli, yaltiroq, mana
Haqiqiy shu katta bolalar qo'ylardan ekan. Qo'zini ham qarang. Qo'zi ham chiroyli ekan mana. Bu necha oylik qo'zi? Bu 2 oylik atrofida. 2 oylik qo'zi 500 ming so'mga ketaveradi aka. Ichida hammasi olsa. Mana. Olasidan bog'lasa mazaga boqasiz. Ketdi mana. Obunachilar, bu boshlanishi. Videoni oxirigacha ko'rib kuzatib turasizlar. Sariqlardan boqaman degan akalarimiz uchun haligi lolalar tog'da ochilyapti-yu. Ha, shulardan akalar mana. Xudo xolasa o'ta chiroylilardan mana. Mana bular ko'ringlar. Ikkinchi partiyamizga nechta Abdulloh aka? 8 dona. 8 dona. Hop, o'sha lolalardan akalar o'ta chiroylilardan, xudo xolasa. 4 ta urg'ochisini ham qo'shib keldi. Urg'ochisi ham bor. 4 ta. Mana akalar. 4 ta erkak. Bu o'zidan ko'payib yuraveradi. Bu aksariyat buni sog'lig'i kam bo'ladi. Akalar shuning uchun sog'lig'i ham bor ichida. Mana, sizlar uchun xudo xolasa eng full varianti dedi-yu. Hop, yoshlar necha oylik? Yoshlar 5-6 oylik atrofida, tamam. 5-6 oylik atrofida akalar mana. Ishqivozini qo'ydi-da bu. Ishqibozlarga manaqa kashtan junni oldirishmaydi. Mana. Hajmni oldirishmaydi, o'zi to'laydi. Kashtan simji o'zi to'laydigan variantida. Hop, qizil, sariq qaysi sog'liq? Sariqlar sog'liqda. Sariqlari? 3 ta sariq sog'liq. Bitta. Bitta qora sog'liq. Mana shu 2 sog'liq. Hop, bitta bu ham qora sog'liq. Xullas, buni nega ajratadi ham emas. Chunki hammasi olib qo'ysalar obunachdan maza qilib pulni o'stirib, xudo xolasa, yaxshi kelajagiga bor qo'y bo'ladi mana. Ko'ringlar. Ishqibozlarga tavsiya qilaveramiz mana. Mana buni chiroyligini ko'ringlar. Vitamin ko'r shart emas bularga. Yo'q, shart emas, sog'lom. Vitamin ko'r shart emas. Agar sog'lom, xudo xolasa, olasizlar. Maza qilib shu uzoq vaqt yuraman degan akalarimizga zotga ham qo'y chiqadi. Bo'yinda sirg'alari ham bor ekan, ikkita uchtasini. Mana akalar. Bu ham Samarqandga ketaveradi. Samarqandga ketaveradi. 8 tani olsa, 8 ton olaman deganga Samarqandga ketaveradi. Quloqlari ham butun hammasini shalton quloq, quloqlari butun, xudo xolasa olasizlar, maza qilib boqasizlar. Buni narxi nima deymiz narxini? Zarberni qarang. Zavzikachasi. Ya endi boshqasini qo'lda shu arasham bo'lib ketadi. Bizda shu qo'y. Ya endi biz rostini aytaveraylik. Unaqa pullarga u ko'plikda emas, o'sha oz bo'lsin, barakali bo'lsin. Qarang mana. Buga arzon bo'ladi qo'ylar. Nech pulni? Yerimdan bittalar 3 million so'mdan Ya, berishadi. boshqa Bir joyda bo'lsa 4 ta qo'chqor, 4 ta sog'liq. Ya endi birinchi partiya 2 million 8 dan qo'ydingiz a? Shular uchun terib ko'rasiz. Ya, terilgan to'g'ri, o'sha narxda berasiz, bo'ldi. Mayda. Endi uni narxida to'g'ri. Yo, siz ham masalan olib kelib olish oson emas, ezg'ilash kerak vajingizni. Qarang, 3 million emas, 50 ta o'taylik. Ya, yarashmaydi aka. O'sha birinchi partiya narxida berasiz. Ya unda Ya, unaqa demang-da aka. Endi mana hamma ham pul topib olish oson emas aka, o'zingiz bilasiz. Mashaqqat qiyini bor. Endi qo'ydi ishqivozi ham bor. Ishqivozini. O'sha ishqivozi 2 million 800 dan berasiz, bo'ldi. Ishqivoziga bir 3 million 3,5 million so'm. uni siz qo'ying, uni 2 million 800 dan berasiz. Sizga 900 dan qilib beramiz. 2 million 800. Abdulla aka, foyda. Obunachilar tarafidan. Gap biz tarafdan. Men obunachilar tarafdan gap eshitib turing. Faqat obunachi qo'yib. 2 million 810 ming so'mni olmaymiz. Qo'porib aytgan, foydasi yo'q. Bo'ldi, gap siz. Sizga obunachilar 28. Mana aka 2 million 800 ming so'mdan, lekin dasturgasini qilib berasiz. Aslida Samarqandgacha. Samarqandga ketaveradi. Ha. Donaga bo'lsa-chi, bitta qo'shar, bitta sog'liq qilib olamansa, 3 million so'mdan. 3 million so'mdan terib olaveradi. Bo'ldi, endi siz aytganingiz bo'lsa, shunda ham ezg'ilamaylik, gap yo'q. Otangizga rahmat. Mana akalar. Xullas, xudo xolasa, telefon qilasizda 2 million 800 mingdan hammasi bo'lsa ketaveradi. Don olaman degan 3 million so'mdan terib olaverasiz. Xohlasangiz buni olasiz, xohlasangiz sog'liqlarni. 4 ta sog'liq bo'lsa narx tushadimi? Tushadi. 4 ta sog'liq bo'lsa obunachi narxi tushadi mana. Xudo xolasa, ishqibozlarga tavsiya qilaveramiz. Oxirigacha ko'rib kuzatib turasiz akalar, 3-partiyamizga navbat. Qorasidan boqaman degan akalarimiz uchun 3-partiyamizga qora kashtanlardan akalar mana. O'ta suyakli, no'sha oyoq qo'l uzunlardan, lekin xudo xolasa narxi qulay bo'ladi akalar. Son nechta bularda? 14 dona. 14 dona. Hop, yoshlari necha oylik? Yoshlar 4-5 oylik atrofida. 4-5 oylik atrofida. Mana akalar. Qo'chqor sog'liq aralashmi yo? Bitta sog'lig'i bor ekan, mana shu. Qo'ya hammasi qo'chqor a? Mana sog'lig'i bor ekan. Bittasi sog'lig'i bor, qo'ya hammasi qo'chqor. 13 tasi qo'chqor, bittasi sog'liq. Qo'yaylik, 13 ta qo'chqorni chiqaraylik yana. Mana akalar. Mana. Ya sog'liq ketaversin ichida bir bonus qilamiz-da aka. Ketaversin sog'lig'i mana. Narxini bonus qilamiz. Bo'ldi. Hop, yoshlar necha oylik dedingiz? Yoshlar 4-5 oylikka to'g'ri. 4-5 oylikka to'lib qo'ygan. Bitta haydaylikni ko'rsatib qo'yish mana akalar. Hop, 4-5 oylikka to'lib qo'ygan kashtan. Bu ham shular partiyasidan a? Ha, shular partiya. Tojikiston sortiga o'xshaydi-a? Ha. Jonivorlar. Akalar reallar Tojikistonning qo'ylariga o'xshaydi mana. Qo'ydi ko'ringlar. Hozir Tojikiston desa ishinaveradi. Lekin yolg'on gapirish kerak yo'q. Kattasi emas, kichkinasi. O'rtachasi. Mana o'ta charchagan. Turibdimi? Bu kattaroqlar akalar. Mana buni ko'ringlar. Mana. Kashtan. Hozir Tojik deydimi? Hozir Tojikiston hisorlari deydi-yu. Qashqadaryo hisorlari akalar mana. Qo'ydi ko'ringlar, ishqibozlarga tavsiya qilamiz mana. Todaga yomon qo'shib olishgan hech kim. Yebishi yaxshimi uyaltirmaydimi? Garantiyasi bor. Necha kun garantiya beramiz?
Gam bir hafta garantiyasini beramiz. Bir hafta sinab olishadi. Mana kelar bir hafta yeb ishlariga xudo xolasa bexijolat boqib sinab ko'rasizlar. O'zini lekin ishqibozlarga tavsiya qilaveramiz. Dasturga Samarqandcha besplatni? Ha, hammasini olsa Samarqandcha besplatni. Ichidan bitta, ikkita olmadiganga sotaveramiz, ha? Sotaveramiz. Bitta ikkitaga vodiy Toshkentga dasturga qo'yamiz. Bitta ikkita vodiy bo'ylab Toshkentgacha xudo xolasa ketaveradi. Kelar mana. Hammasi olsa Samarqandgacha, uzoq joylar bo'lsa, masalan, Buxoro, Qoraqalpog'iston, o'sha joylarda telefondan kelishaveramiz. Ha, kelishamiz. Bizga narx qiziqdagi narxi. Endi bu narxlar tushdi-yu. Narxlar tushgan bo'lsa birga aytaylik. 27, 28, 26 yo'q. 2,5 so'mdan ketaveramiz. 2,5 ham yo'q deng. 2,5 ham yo'q. Nech pul bor? Telefon qilsin, sunnatiga o'tib beramiz. Qanchadan? Endi hech kim aytgan sotmaydi. Cho'liq qilib o'tib beramiz Sardor. Telefonda o'tib berasiz. 2,5 ham yo'q. 2,5 ham yo'q. Mana, yana 2 million 500 ming so'mdan kami ham bor. Xudo xolasa telefon qilasiz, xayriga yengil. Qolaveradi. Sog'liq nech pulga berasiz? Sog'liq 2 million so'm beramiz. 2 millionga. 2 millionga. Qulay. Siz buni ashlaymiz. Barakasi kelsa, kelar mana. Sog'liqda o'zi 2 million so'm, hop qo'shqarlar 13 ta qo'shqarda mana 2 million 500 ming so'mdan xayri bor. Ichida qarang, bo'ldi bera. Bo'lsa bo'lsin bugun 2,5 milliondan bir 10 ta ham tanlab olishsiz, siz buni ashlaymiz. Barakasi kelsa. Mana tanlab olishga ham 10 tasini 2 million 500 ming so'mdan ketaveradi, akalar. Qo'shilmaydi. Qo'shilmaydi bizda. Xohlasa bitta ikkita olaman degan 50 ming aqa-baqa bo'ladi, unisini telefondan kelishaveradi. O 50 ming ham hop, dasturga bo'ladi. Shunaqa. Mana akalar. Telefon qilib, xudo xolasa savdolasizlar. Bir kelishdan joy bor. Aytilgan narx muhim emas, akalar. Telefonda savdolashib, qiyishib tortishib olasizlar. Hop, bundan keyin qanaqalar chiqadi? Bundan keyin ko'pchilik obunachilar 10 tonna sog'liq qilib berishar, 10 dona ikki partiya sog'liq bor. Shunday qilib chiqarib beramiz. Sog'liqlardan. Akalar, ketdik mana. Qo'chqor kerak bo'lsa, qo'chqor, sog'liq kerak bo'lsa, sog'liq hammasini chiqarib beryapmiz. Qaysilari yoqqan bo'lsa, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. 4-partiyamiz yana bor. Akalar, 4-partiyamizga faqat sog'liqlar mana. Endi hop, ko'pchilik sog'liq olib, kuzgacha boqib, yo'qkida bahorda qochiraman deydi. O'shalarga bir qulay variantda. Son nechta Abdulahad aka? 10 dona Sardor. Bitta obunachimizga 10 ta. Mana akalar, bir qo'ra sog'liqlardan, qo'zi sog'liqlar. Yoshlar necha oylik? Yoshlar 4 oylik atrofida. 4 oylik atrofida. Mana akalar, 4 oylik qo'zi sog'liqda. Bari birda emas. Telefonda gap. 5 qo'l beramiz. Katta kichik aralash. Sizda gap yo'q ekan. Narx arzon bo'ladi. Kompyuterni ham ko'rdingiz, o'tgan safar otangga rahmat. Narx arzon qo'yding deyishdi. Mard insonsizlar sizdagi. Mana narxlar bugun ham akalar xudo xolasa vobshe pasay. O'tgan safar o'zi past bo'ldi. Bu safar vobshe arzon bo'ladi. Haftasiga pasaytiramiz. Haftasiga pasaytiramiz. Bora-bora shu tekinga tarqatishni boshlaymiz. Mana akalar. Bular cho'ylik, a? Bizda olib tekinga tarqatyapti odamlar. Gap yo'q. Bular cho'ylik. 4 oylikka beraveraylik. 3 oylik. Mana bular 3,5 4 oylik deylik, a? 3,5 oylik 4 oylik atrofida. Endi ustida turmayamiz akalar. Bir 10-15 ga aqa-baqada 4 oylik qo'zilar xudo xolasa sog'liqlar mana. Bu yildan keyin bahorga qochadi, ha? Mana akalar. Kuzga lekin meni maslahat akalar, o'zlaringiz bilasizlar, kuzgacha bir tejab turib, bahorda qochirsa yirik sog'liq bo'ladi. Endi hamma har xil adirlikka haydab joylaring bo'lsa, qo'shqor ham qo'shib beramiz, xudo xolasa qo'shqorlardan, ha? Mana shu 10 ta olganga bitta qo'shqor qaysi partiyadan yoqdiysa o'shani qo'shib beramiz. O'sha narxiga. Shuni narxida sotmoqlar. Kelar mana, sog'liq narxini xudo xolasa qo'shib. Sotilib ketib qolmasa bo'ldi. Sotilib ketib qolmasa, sotilib ketgandan keyin akam menga bitta qo'shqor qo'shib bering desa, to'g'ri kelmaydi. to'g'ri kelmaydi. Nariga obunachi topib qoladi. O'sha optimiy qo'ydik-ku, qo'shqorlar birinchi partiya, ikkinchi partiya. O'shani dona bitmasda aloqa chiqsin, shuni narxida qo'yib beraman shu qo'shqorni. Nech puldan deymiz sog'liqlar? Buni 2,5 dan qo'ydi qo'shqorni. So'ng qo'shqor bro odamni aldab nima qilish kerak? 200 ming farq qiladi. 2 million 300 dan qilib beramiz. Qo'shqorim bu ham. Yo, sog'liq. Yo, sog'liq narxida qo'yingchi. 2,5 dan qo'ydi qo'shqor. 2 milliondan qo'yasiz sog'liqda mana. Yo, sog'liq endi. Ya, siz hozir mana qo'shqorni ham 2,5 dan qo'yib turib, endi ulardan 200 mingdan kam bo'lyapti. Farq qilmaydi, sababi Ya 5 siz 2 milliondan qo'yib bering mana bo'ldi. Qo'shqor yo'q ichida bo'ldi. 2 million 200 dan qilib beramiz. 300 mingdan. Gap eshitib turay. 10 ta dedingizmi? 6 ta sog'liq, 4 ta qo'shqor bo'lsa ham agar shu narxdan qo'yamiz ekan. Endi insof bilan bo'ladi. 2 million so'mdan berasiz. Qarang bo'ldi. Siz abunachlarni Ya, qaror deysiz, qarang. 1000 so'm 100 ming o'tib beraman, 20. Gap deyishgan ekan. Qilib beraman. Ha, bu bo'lmaysiz. 1000 so'm ham qo'shmaymiz. Ko'nglingiz. Ya, gap deysiz. 500 ming farq qilmaydi. Sog'liq qo'shqor. Obunachilarga bering bo'ldi, rozichilik bilan. 2 million so'm. Abunachlarga 2 million so'm. Lekin gap deyishing, Samarqandga yetkazib berasiz. Samarqandga yetkazib beramiz. Otangizga nima? Bu mana marti gap bo'ldi. Samarqandga besplatni 2 million so'mdan akalar ketaveraman. Xudo xolasa sizlar uchun qiyishib tortishyapmiz akalar. Donaga bo'lsa nech puldan? Donaga 2 million 200 dan. Ke qo'lda bering. 2 million 100 mingdan. 2 million 100 dan. Barkasi. Biz aytganimiz bo'lyapti faqat. Biz aytganimiz bo'lyapti. Ana akalar. Biz aytgan muqbalar. Ya, faqat biz aytganimiz bo'ladi. Bu obunachi taraf.
Obunachilar ha. Mana akalar. O'sha xudo xolasa sizlar uchun 2 million so'mdan dasturga akalar ketaveradi. Oxiriga juda qiziq bo'ladi deyapsiz. Ha, oxiriga qiziq bo'ladi. 2 million pastida ham bor. Pastida? Ha, 1 million 900 ham bor. Yo'q desa 1 million 800 qilib beraman. Abdulladagi. Telefon qilsa hozir chiqaraman. Akalar ketdik unda. Va nihoyat oxirgi partiyamiz akalar, o'sha hamma intiqlik bilan kutgan puli arzonlarni, xudo xolasa cho'ntak yopiladi. Son nechta Abdullah aka? 8 dona Sardor. 8 dona. 8 dona. Mana obunachi 8 ta bir qo'ra sog'liqlar, ha? Sog'liqlar, ha. Mana obunachi necha oylik yoshlari? 2-3 oylikka beramiz. 2-3 oylik, ha? Mana akalar 2 oylik, 3 oylik atrofidagi sog'liqlar. 8 ta bir qo'ra bitta obunachimizga. Bitta obunachi. Olib boqaman degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilaveramiz. Obunachilar mana qo'zlar ko'ringlar. Dasturiyasi qayercha bo'ladi bularni? Vodiy bo'ylab qilib beramiz Sardor. Vodiy bo'ylab besplatni. Uzora joydan telefon qilsa-chi? Obunachilar telefon qilsin Toshkentga qilib beramiz. Toshkentgacha. Mana akalar. Uzora joy bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsanglar xudo xolasa unisidan telefonda kelishlaradi. Bular Samarqandga dasturga qilib bersangiz qo'ydi puli yetmay qoladi. Narx qulay bo'lsa bo'ldi aka. Mana obunachilar. Bitta sariqdan bor, qolganlari qora kashdan, bitta qashqasidan ham bor. Ustiga mana bunaqa yashil kirasiga qo'yilgan. Chunki borgan adashmaydi, mana shu holatda to'g'risi yetib boradi, ertaga tortishmaysizlar akalar. Mana shunday holatda yetib boradi. Narxi narxi. Narx Sardor obunachilar shuni telefon qilib oldim deyshadi. O'zlari o'tib beram, kami bormi degan yo'ladigan narx. Yo, shunga yarasha qo'ylikda narxni. Mana, qoldi beram. 2 million 100, 2 million 200, 2 million qo'ydik, ha? Ha. Oxirisini aytdim, videoda aytdim, 1 million 900 dan qilib beraman, 1 million 900 ham yo'q. Obunachilarga bo'lsa bo'lsin 1 million 800. 1 million 800 ham yo'q aka. Endi 1 million 800. 1 million 800 ham yo'q. Endi oxiri biz aytgan. Ya endi telefon qilib hijolat qilib olishdi-chi, qo'ldi bering. 750 dan qilib beraman. 700 da. 750 dan. 700 dan. Bo'ldi gap sizda. Markaz bersa akalar. Chorva obzordan. Chorva obzor kanalidan ko'rdim sizlarga 1 million 700 ming so'mdan hop dastaviyasi Toshkentgacha uzora joylar bo'lsa qilib beringlar akalar. Telefon qilsanglar xudo xolasa. Abdullah degan ko'ngli ochiq inson. Telefon qilisharsan 1,5 milliondan ham qo'zi bor. Qanchaga? 1,5 milliondan ham bor. 1,5 millionga ham bor. Sherigi bor. Mana akalar 1 million 500 ming so'mga ham qo'zi bor. Xullas, qaysi partiya yoqqan bo'lsa telefon qilasiz, hali 500 mingdan ham ko'rdilar akalar, bomba bo'ldi narxlar. Nomerni ikkidan yozib qo'yamiz akalar, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Kommentariyaga otangga rahmat, narxlar arzon bo'ldi yozib qo'yasizlar. Otangga rahmat deb qo'yib, like bosib ishdan chiqmasin. Abdullah aka qo'ygan narxga rozi bo'lib qo'ying aka. Bundan keyin yana arzon bo'ladi. Bundan ham arzon bo'ladi. Markaz bersa akalar, aloqaga chiqib olasizlar.